Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Bugun juda muhim mavzuni tushuntirib beraman. Yangi to'lovlar, ya'ni 21 million so'm, 6 million so'm va 300 ming so'm atrofidagi to'lovlar haqida gaplashamiz. Eng ko'p berilayotgan savol bitta. Bu pullar kimlarga beriladi? Hamma oladimi? Hujjat topshirish kerakmi? Keyingi to'lovlar qachon tushadi? Bu ma'lumot har bir oilaga, ayniqsa ijtimoiy yordam, nafaqa, subsidiya yoki kompensatsiya kutayotgan fuqarolarga bevosita tegishli. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Chunki bitta noto'g'ri tushuncha sabab odam puldan quruq qolishi, arizani kech topshirishi yoki keraksiz joyga yugurib yurishi mumkin. Kanalga hoziroq obuna bo'ling, like bosib qo'ying. Chunki men bunday masalalarni oddiy tilda, hujjat va tartiblar asosida tushuntirib boraman. Avval qanday edi? Oldin ko'pchilik ijtimoiy to'lovlarni faqat mal orqali bilardi. Kimdir ro'yxatga tushibsiz desa kutardi. Kimdir sizga tegmaydi desa umuman urinmasdi. To'lovlarning qachon tushishi ham ko'pincha aniq aytilmasdi. Budjet ochilsa, ro'yxat kelsa, bank o'tkazsa degan javoblar bilan odamlar oylar davomida kutib qolardi. Endi esa tizim bosqichma-bosqich raqamlashtirilmoqda. Ya'ni fuqaroning daromadi, oilaviy tarkibi, mol-mulki bandligi farzandlari, nogironlik holati, ishsizlik yoki ehtiyojmandlik mezonlari elektron bazalar orqali tekshiriladi. Bu yerda eng muhim o'zgarish shuki, pul kim so'rasa o'shanga berilmaydi. Pul mezonlarga tushgan, ro'yxatdan o'tgan hujjatlari to'g'ri, ma'lumotlari bazada mos chiqqan fuqarolarga beriladi. Bexili bo'yi million so'm, 5 million so'm va 300 ming so'm kabi summalar ham ko'pincha turli yo'nalishlarga tegishli bo'ladi. Ba'zi hollarda bu bir martalik yordam bo'lishi mumkin, ba'zi hollarda subsidiya yoki kompensatsiya, ba'zi hollarda esa oylik qo'shimcha to'lov sifatida ko'riladi. Shuning uchun men bugun buni hamma ertaga borib oladi deb emas, balki kimga tegishi, nimaga bog'liqligi va qanday tekshirish kerakligini aniq qilib tushuntiraman. Asosiy qism 20 million so'm, 6 million so'm va 300 ming so'm nimani anglatadi? Birinchi masala 20 million so'mlik to'lov. Bunday summa odatda bir martalik ijtimoiy yordam, og'ir ahvolga tushgan oilaga ko'mak, muayyan toifadagi fuqaroga ajratiladigan moddiy yordam yoki alohida qaror asosidagi kompensatsiya bo'lishi mumkin. Masalan, oilada asosiy boquvchi vaqtincha ishsiz qolgan, uyda voyaga yetmagan farzandlar bor. Daromad yetarli emas. Kommunal qarzdorlik yoki davolanish xarajatlari bor. Bunday holatda mahalla yoki tegishli organ oilaning ahvolini o'rganib, haqiqatdan ehtiyoj mavjud bo'lsa, bir martalik yordam tavsiya qilishi mumkin. Lekin bu yerda bitta muhim nuqta bor. 20 million so'm degani hamma oilaga bir xil beriladi degani emas. Bir oilaga 2 million, boshqasiga 1 million, yana boshqasiga umuman rad javobi bo'lishi mumkin. Sababi oilaning daromadi, a'zolar soni, mol-mulk holati, oldin olgan yordamlari va real ehtiyoji hisobga olinadi. Masalan, 5 kishilik oilada faqat otasi ishlaydi, oyga 2 million so'm topadi, ijarada yashaydi, 2 nafar kichik farzandi bor. Bunday oilaning ehtiyojmandlik darajasi yuqori bo'lishi mumkin. Lekin 3 kishilik oilada 2 kishi rasmiy ishlasa, uy-joy va avtomobil bo'lsa, ular 20 million so'mlik yordamga mos kelmasligi mumkin. Ikkinchi masala 5 million so'mlik to'lov. Bu summa odatda kattaroq ko'mak turiga o'xshaydi. Amaliyotda bunday miqdordagi pullar uy-joy bilan bog'liq subsidiya, davolanish xarajati, tadbirkorlik boshlash uchun yordam, kasb hunarga o'qitishdan keyingi qo'llab-quvvatlash, asbob uskuna olish yoki ayrim toifalar uchun kompensatsiya sifatida uchrashi mumkin. Masalan, fuqaro ishsiz lekin kichik daromad manbai ochmoqchi, tikuv mashinasi, payvandlash apparati, non pishirish pechi, sartaroshlik jozi yoki kompyuter uskunasi kerak. Bunday holatda tegishli dastur orqali unga pulning o'zi emas, ba'zan asbob uskunaning o'zi beriladi yoki to'lov to'g'ridan to'g'ri yetkazib beruvchiga o'tkaziladi. Odamlar ko'pincha menga 6 million naqd berishadi deb o'ylaydi. Aslida ayrim dasturlarda naqd pul berilmaydi. Maqsadli to'lov bo'ladi. Oddiy misol keltiraman. Ayol kishi uyda tikuvchilik qiladi, lekin eski mashinasi ishlamaydi. U mahalla orqali bandlik bo'limiga murojaat qiladi. Agar u haqiqatan ishlashga tayyor bo'lsa, o'qishdan o'tgan bo'lsa yoki buyurtma olish imkoniyati bo'lsa, unga tikuv mashinasi olish uchun ko'mak ajratilishi mumkin. Qiymati 6 million so'm atrofida bo'lishi mumkin. Bu pul uning kartasiga tushmasligi ham mumkin. Balki tashkilot do'konga to'lab beradi. Natijada fuqaro jihozni oladi va daromad topishni boshlaydi. Demak, bu turdagi to'lovni oddiy pul tushadi deb emas,
maqsadli qo'llab-quvvatlash deb tushunish kerak. 3-masala. 300 ming so'mlik to'lov. Bunday summa ko'pincha oylik qo'shimcha, kompensatsiya, ayrim xarajatlarni qoplash, transport, kommunal, oziq-ovqat, farzand parvarishi yoki muayyan ijtimoiy toifaga beriladigan kichik ko'mak sifatida uchraydi. 30 ming so'm katta pul emasdek ko'rinishi mumkin, lekin doimiy berilsa yiliga 30 million 600 ming so'm bo'ladi. Kam ta'minlangan oilalar uchun bu elektr, gaz, dori-darmon yoki bolalarning maktab xarajatlariga yordam beradi. Ammo bu yerda ham asosiy savol, kim oladi? Masalan, agar bu kompensatsiya nogironligi bo'lgan shaxsga, pensionerga, kam ta'minlangan oilaga yoki muayyan ro'yxatdagi fuqaroga tegishli bo'lsa, ro'yxatda bo'lmagan odam buni olmaydi. Shuning uchun men doim aytaman, summani eshitib darrov xulosa qilmang. Avval to'lov turi, qaror raqami, kimlarga berilishi va ariza tartibini tekshiring. Xavotir olish kerak bo'lganlar birinchi navbatda ijtimoiy himoyaga muhtoj oilalar. Agar oilangiz daromadi past bo'lsa, ishsiz a'zolar bo'lsa, nogironligi bor shaxs bo'lsa, yolg'iz ona yoki yolg'iz ota bo'lsangiz, ijarada yashasangiz, davolanish xarajatlari ko'p bo'lsa, albatta o'z holatingizni tekshirtiring. Chunki ko'p fuqarolar baribir bermaydi deb yuradi, lekin aslida mezonga tushadi. Ba'zan bitta hujjat yetishmaydi. Ba'zan oilaviy tarkib noto'g'ri ko'rsatilgan, ba'zan daromad haqida ma'lumot yangilanmagan bo'ladi. Masalan, fuqaro rasmiy ishdan bo'shagan, lekin bazada hali ham ishchi sifatida ko'rinmoqda. Shu sababli tizim uni daromadi bor deb hisoblaydi va yordam rad etiladi. Yoki oila tarkibida turmush qurgan farzand hali ham bir xonadonda ro'yxatda turibdi. Uning daromadi ham oilaga qo'shilib hisoblanadi. Natijada oila daromadi yetarli bo'lib chiqadi. Aslida esa u farzand boshqa joyda yashaydi. Mana shunday nozik joylar tufayli odam o'ziga tegishli yordamni ola olmay qoladi. Xavotir olmaslik kerak bo'lganlar esa moliyaviy ahvoli barqaror, rasmiy daromadi yetarli, bir nechta transport vositasi yoki qimmat mol-mulki bor, ehtiyojmandlik mezonlariga tushmaydigan fuqarolar. Albatta, har bir holat alohida ko'riladi, lekin ijtimoiy to'lovlar birinchi navbatda eng muhtoj qatlamga qaratiladi. Bu adolat masalasi. Chunki budjet mablag'i cheklangan, uni hammaga teng tarqatish emas, eng ko'p muhtoj bo'lganlarga yo'naltirish maqsad qilinadi. Endi hammani qiziqtirayotgan savol, keyingi to'lovlar qachon? Men bu savolga ehtiyotkorlik bilan javob beraman, chunki to'lov sanasi to'lov turiga bog'liq. Agar bu oylik nafaqa yoki kompensatsiya bo'lsa, odatda belgilangan oy uchun moliyalashtirish ochilgandan keyin bank kartalariga bosqichma-bosqich tushadi. Bitta tumanda ertalab tushishi, boshqa tumanda kechqurun yoki ertasi kuni tushishi mumkin. Banklar g'aznachilik ro'yxatlarni tasdiqlash jarayoni turli vaqtda yakunlanadi. Agar bu bir martalik yordam bo'lsa, unda to'lov ariza ko'rib chiqilib, komissiya yoki mas'ul organ tasdiqlagandan keyin amalga oshiriladi. Bu 3 kun, 10 kun, 15 kun yoki ayrim hollarda undan ko'proq vaqt olishi mumkin. Chunki ariza qabul qilinadi, hujjatlar tekshiriladi. Joyiga chiqib o'rganish bo'lishi mumkin. Keyin ro'yxat shakllanadi va moliyalashtirishga yuboriladi. Agar bu subsidiya bo'lsa, to'lov ko'pincha fuqaroning qo'liga emas, xizmat ko'rsatuvchi tashkilot yoki sotuvchiga o'tadi. Masalan, uy-joy subsidiyasida bank, quruvchi, davlat organi o'rtasida jarayon bor. Tadbirkorlik jihozi uchun yordamda esa yetkazib beruvchi bilan shartnoma bo'lishi mumkin. Shu sababli menga nega karta orqali tushmadi degan savol har doim ham to'g'ri emas. To'lov yo'nalishini aniqlash kerak. Birinchi tuzoq faqat mish-mishlarga ishonish. Telegram guruhida yoki qo'shnidan hamma 6000 million olarkan degan gap eshitilsa, odamlar mahallaga yuguradi. Lekin rasmiy tartibda kimlarga berilishi aniq yozilgan bo'ladi. Agar siz toifa ichida bo'lmasangiz, arizangiz rad etiladi. Shuning uchun men har doim rasmiy manbani tekshirishni tavsiya qilaman. Mahalla, ijtimoiy himoya organi, bandlik bo'limi, May Bongakub, uz yoki tegishli vazirlikning e'lonlari, ikkinchi tuzoq hujjatlarini oxirgi kunga qoldirish. Ayrim dasturlarda mablag' cheklangan bo'ladi. Ro'yxat to'lgandan keyin keyingi bosqichni kutishga to'g'ri keladi. Masalan, tumanga bitta oila uchun mablag' ajratilgan bo'lsa, bir erim oila ariza bersa, u keyingi ro'yxatga qolishi mumkin. Bu sizga berilmaydi degani emas, lekin kutish muddati cho'ziladi. 3-tuzoq karta muammolari. Fuqaroning bank kartasi muddati tugagan, bloklangan, boshqa bankka o'tgan yoki karta rekvizitlari noto'g'ri kiritilgan bo'lishi mumkin. To'lov ajratilgan bo'lsa ham texnik sabab bilan qaytib ketadi. Shuning uchun kartangiz faolmi? SMS xabarnoma ulanganmi? Pasport ma'lumotlari bankda yangimi? Buni tekshiring.
To'rtinchi nuqta. Ro'yxatdan o'tgan manzil. Ko'plab ijtimoiy to'lovlarda yashash manzili va ro'yxat muhim. Siz Toshkentda ishlayotgan bo'lishingiz mumkin. Lekin doimiy ro'yxat boshqa viloyatda. Ariza qayerda ko'riladi, qaysi mahalla o'rganadi, oilaviy tarkib qayerdan olinadi, bularning hammasi natijaga ta'sir qiladi. Agar haqiqiy yashash joyingiz bilan ro'yxat manzilingiz farq qilsa, mas'ul xodimga buni aniq tushuntiring. 5-nuqta. Oldin olingan yordamlar. Ayrim to'lovlar bir martalik bo'ladi. Agar siz shu yil yoki belgilangan muddat ichida bunday yordamni olgan bo'lsangiz, yana berilmasligi mumkin. Masalan, oilaga bir marotaba moddiy yordam ajratilgan bo'lsa, xuddi shu asos bo'yicha yana ariza topshirganda rad javobi kelishi ehtimoli bor. Lekin vaziyat keskin o'zgargan bo'lsa, masalan, kasallik, yong'in, boquvchini yo'qotish, daromadning to'xtashi kabi holatlar bo'lsa, alohida ko'rib chiqilishi mumkin. Birinchi qadam. Qaysi to'lov sizga tegishli bo'lishi mumkinligini aniqlang. Ir-xonim million so'mlik yordammi? 6 million so'mlik subsidiya yoki jo'z ko'magimi? 300 ming so'mlik oylik kompensatsiyami nomini, manbasini va shartini bilmasdan ariza topshirish samarasiz bo'ladi. Ikkinchi qadam. Mahallaga boring yoki mas'ul ijtimoiy xodim bilan bog'laning. Menga pul kerak deb emas, aniq qilib ayting. Oilam tarkibi shunday, daromadim shunday. Ijarada yashayman, farzandlarim bor, davolanish xarajati bor. Ish bilan ta'minlanishga ehtiyojim bor. Mutaxassis sizni qaysi dasturga yo'naltirish mumkinligini aytadi. 3-qadam hujjatlarni tayyorlang. Odatda pasport yoki ID karta nusxasi, oilaviy tarkib haqida ma'lumot, farzandlarning tug'ilganlik guvohnomasi, nikoh yoki ajrim hujjati, nogironlik bo'yicha ma'lumotnoma, ishsizlik yoki daromad to'g'risidagi ma'lumot, ijara shartnomasi. Tibbiy xulosa, bank karta rekvizitlari kerak bo'lishi mumkin. Har bir to'lov turi uchun ro'yxat farq qiladi, lekin asosiy hujjatlar shular. 4-qadam, arizani yozma yoki elektron tarzda rasmiylashtiring. Og'zaki gap bilan cheklanib qolmang. Agar sizga kutib turing deyishsa, arizangiz qabul qilingan qilinmaganini so'rang. Ariza raqami, sanasi, kim qabul bo'lishi, bularni yozib oling. Elektron ariza topshirsangiz, kabinetdagi holatini kuzating. 5-qadam, rad javobi kelsa, sababini talab qiling. Sizga tegmaydi degan umumiy javob yetarli emas. Nima sababdan rad etildi? Daromad yuqorimi? Hujjat yetishmayaptimi? Ro'yxat noto'g'rimi? Mol-mulk mezonidan o'tmadingizmi? Sababni bilsangiz, uni tuzatish imkoniyati bo'ladi. Masalan, oilaviy tarkib noto'g'ri bo'lsa, ma'lumotni yangilaysiz. Bank karta muammosi bo'lsa, yangi rekvizit berasiz. Daromad bazada noto'g'ri ko'rinsa, ish joyi yoki soliq ma'lumotlarini tekshirtirasiz. 6-qadam, firibgarlardan ehtiyot bo'ling. Men ming millionni chiqarib beraman. 6 millionni tezlashtirib beraman. 300 ming oylik to'lovga ulab qo'yaman deb pul so'raydiganlar bo'lishi mumkin. Rasmiy ijtimoiy to'lov uchun pora, xizmat haqi yoki tezlashtirish puli talab qilinmaydi. Agar kimdir sizdan pul so'rasa, bu juda xavfli signal. Arizani faqat rasmiy idora, rasmiy portal yoki mas'ul xodim orqali topshiring. 7-qadam, telefoningizni va bank xabarlarini kuzating. Ba'zan ariza bo'yicha qo'shimcha ma'lumot so'raladi, lekin fuqaro telefon ko'tarmaydi. Keyin ariza ko'rib chiqilish cho'ziladi. Bankdan SMS kelmasa ham mobil ilovada balansni tekshirib turing. Ayrim hollarda to'lov tushadi, lekin SMS kechikadi. Birinchi holat, 3 farzandli oila. Otasi mavsumiy ishda, onasi uyda bolalarga qaraydi. Daromad 1 oy bor, 1 oy yo'q. Ular moddiy yordam so'rashadi. Agar oilaning real daromadi pastligi tasdiqlansa, ularga bir martalik 20 million so'm atrofida yordam ajratilishi mumkin. Bu pul oziq-ovqat, maktab kiyimi yoki qarzdorlikni yopishga ketadi. Lekin keyingi oy yana avtomatik tushadi deb kutish to'g'ri emas, chunki bu bir martalik bo'lishi mumkin. 2-holat, ishsiz yigit payvandchilikni biladi, lekin apparat yo'q. U bandlik bo'limiga murojaat qiladi. O'zini o'zi band qilish yoki kichik faoliyat boshlash istagini bildiradi. Agar dasturga mos tushsa, unga 6 million so'm doirasida uskuna berilishi mumkin. Bu yerda maqsad odamga bir martalik naqd pul berish emas, uni daromadli qilish. Agar uskunani olib ishlamasa yoki sotib yuborsa, kelajakda boshqa yordam olishda muammo bo'lishi mumkin. 3-holat. Pensioner ayolga 300 ming so'mlik kompensatsiya tegishi mumkin, lekin bank kartasi muddati tugagan. To'lov ro'yxatda bor, lekin pul qaytgan. Ayol menga bermadi deb o'ylaydi. Aslida bankka borib kartani yangilashi, rekvizitni mas'ul idoraga yetkazish kerak. Shundan keyin to'lov qayta yo'naltirilishi mumkin. Demak, 20 million so'm, 6 million so'm,
va 300 ming so'mlik to'lovlar haqida gap ketganda eng muhim narsa to'lov turini. Kimlarga berilishini, ariza tartibini va moliyalashtirish muddatini aniqlash. Hamma ham avtomatik olmaydi, lekin haqiqatdan mezonga tushgan fuqarolar o'z huquqini talab qilish kerak. Hujjatlarni tartibga keltiring. Mahalla va mas'ul idoralarga aniq savol bering. Arizani rasmiy topshiring. Javob sababini yozma bilishga harakat qiling. Agar siz yoki yaqinlaringiz shu to'lovlardan birini kutayotgan bo'lsangiz, izohlarda yozing. Qaysi viloyatdansiz? Qaysi to'lovni kutyapsiz? Ariza topshirganmisiz? Pul tushdimi yoki hali yo'qmi? Men keyingi efirlarda eng ko'p berilgan savollarni alohida tahlil qilib beraman. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bildirishnomani yoqib qo'ying. Chunki keyingi to'lovlar, yangi ro'yxatlar va tartiblar bo'yicha muhim ma'lumotlarni o'tkazib yubormasligingiz kerak.